Hop. To'yib, cho'sh mashinadan sut xatalarini sotib, tezroq uyga bor. Dada, nima keragi bor? Bolani issiqda qiynab. O'zing ham eslaysan, bolam, tuxum sotgan vaqtlaringni? Mana hozir tuxum fabrikalaring bor. Hamma yo'g'imiz yetarli bo'lsa, mashinamiz, firmalarimiz, ishimiz bo'lsa, dada. Bolang odamlar bilan muomala qilishni o'rganadi. Bola hozir qiynalsa, katta bo'lganda qiynalmaydi kelajakda. Aytyapman, hozir pulim yo'q. Bo'lsa beraman-ku mana. Ha, qatiq olasizmi? Qatiq? Sut yo'qmi? Sutni olib beraman. Dada to'g'ri gapiryapsiz, gapingiz to'g'ri, lekin bizdan past o'rinli odamlarga yalinyapti. Kulishmaydimi odamlar? Ular kulgani bilan bir so'm berib qo'yishmaydi bizga. Hayda mashinani o'zi boraveradi. Xo'p bo'ladi dada.